Hammaga o'rtasida men har doimday o'sha Clay Gaming. Bugun videoda biz kompyuter simografni qanday qilib telefonga tortishni o'rganamiz. Birinchi bo'lib Google'ga kirib olamiz va Google'ga Launcher skачать deb yozamiz. Va mana birinchidagini yozamiz. Launcher download deganni. Adashib ketibman. Mana Launcher appga для Android скачать yozamiz. Va скачать бесплатно misol turadi mana shunaqa. Скачать бесплатно bosib, начать сейчас bosamiz. Keyin ozgina kutib turamiz. Скачать bесплатно appkani bosamiz. Va tortilyapti. Va mana bu yerda mana shunaqa narsa chiqadi va skachatni bosamiz. Mana shunaqa SMS keladi. Ozgina kutamiz to'lishini. Va bo'ldi tortildi deb chiqadi. Va sizlarda paydo bo'ladi. Va uning ko'rinishi mana bunaqa bo'ladi va uning ustiga bitta bosamiz. Va mana u qalamchaga bosib mana bu yerga o'zimizning nomimizni kiritamiz. Hozir men nom qo'yib olaman o'zimga. Mana endi mana bu joyga versiya tanlashni aytilgan va vibritni bosamiz. Keyin mana bu release'ni bosamiz. Bitta bossangiz mana shunaqa versiyalar chiqadi. Xohlaganingizni tanlab o'ynashingiz mumkin. Keyin sizlarga сохранitni bosasiz. Keyin bo'lsa играть-ni bosib mana buni ham bosasizlar. Mana bu kichkina mana bu yerdagi mana bu bo'limchani. Va mana bunaqa bo'lib ochiladi. Sizlarning nastroyingiz boshqacha bo'lib ko'rinadi va mana u prideyani sindirish, mana bu invertor bo'lsa invertor ochish. Mana bu ezish. Mana bu sichqonchani yoqish. Bu chanklarni ko'rsatadi, mana bu debug degani. 3D bo'lsa kamerani almashtiradi. Va keyin ozgincha kutamiz. Ozgincha kutganingizdan keyin mana shunaqa bo'lib Mojang Studios chiqadi. Va mana bu oq chiziq mana bu oq chiziq to'lishi kerak bo'ladi. To'lishini kutamiz. Men hozircha kamerani o'chirib, to'lgandan keyin kamerani yoqaman. Keyinchi kutganlardan keyin mana bunaqa bo'lib ochilib qoladi. Keyin mana bu single play'ni yozasizlar. Creative World'ni yozib, ozgincha kutasizlar, chunki boshida sal qatib qolishi mumkin. Meniki sal qatib qolyapti, chunki sal kuchsiz telefon meniki. Doneni yozib mana bu yerdan kreativ, hardcore xohlagan narsangizni tanlasangiz bo'ladi. Mendan oson qilishingiz mumkin, mahsulotlar chiqmaydigan, qiyin qilishingiz mumkin. Men normal qilib qo'yaman. Va mana bu yerda cheatlaringiz bormi deydi. Buni 10 qilib qo'yishinglar kerak bo'ladi.
Keyin Creative World'ni bosasizlar. Ozgina men hozir Miriga kiradim mana. Miriga kirgandan keyin ekranni ozgincha vaqt bosmay turasizlar, chunki boshda qachib turadi hammada. Jim ekranni bosmay tursangiz 5-6 soniya qachishi sal yo'qoladi. Mana hozir mana shu 100 bo'lishi kerak. Men bo'lsa 100 bo'lgandan keyin